Kamera ochdi, operatsionni eshik kirdi, chiqdi, xonam hamma etaj yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Ha? Sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda polniy men bilan birga parovoz xirurglar naq qo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjati odam sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yo'q, klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb bu klinikaga kelganlar kelmanglar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultant klinika. Bo'ldi, qo'y. Bitta video qo'yaman, iltimos hammalar ahamiyatli bo'linglar. Hozir bu yerda bizga shunaqa ajoyib xat qilib berishdi. Boshqa narsalar bo'lyapti, boshqa narsaga aylanib ketdi. Yaxshilik bilan hal qilamiz degan narsani yomonlikka olishyapti. Bu klinikaga umuman kelmanglar, umuman kelmanglar. Sog'liqni saqlash vazirligi, prokuratura, davaychi aloqaga chiqinglar. Nima odam o'lib berish kerakmi? Shunchalik ham sog'liq sizlar uchun befarqmi? Biza yaxshilik bilan hal qilamiz degan holatda bu holat bo'lgani yo'q. Hozir 3 ta 4 ta jabrlanuvchi bor. Bu klinikadan jabr ko'rganlar hammasiga yozaman deb turibdi. Shunaqa tuhmatlar bilan yozishyapti. Yaxshilik bilan harakat qilib, hozir Turkiyadagi vrachlar bilan o'la berdi. Turkiyadagi vrachlar aytishdiki, bu narsani oddiycha qilamiz, sizlar aytgan metodda qilinsa dedi, keyinchalik onkologiyaga olib keladi deb tushuntirishdi. Hozir 4 ta vrach gaplashdi konsilium qilib. Lekin bergan xatini hozir ko'ringlar, sizlarga qo'yaman. Va bundan keyingi videolarga ahamiyat mana shu yosh bola sevinchiz qo'ymagan minomatda meni oldida Shoira Otabekova hamma guvoh necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga maktabga yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Ko'rasiz. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasdan o'tqizingiz. Mana shu qiz qilgan komilani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi komila sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi. Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku. Reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlarni ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nekroz bo'lgan. Yaxshilik tushunmaydiganlarga yolg'oncha gaplashaman endi. Men o'qimayapman qog'ozni, to'g'risini aytsam. Men hozir o'qib shu bo'lib qoldim. O'ziga tashlashyapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozyaptilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana olmayman. Tushundingmi? Deganmiz, shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretlar chekkandan keyin nekroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nekroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nekroz deyishyapti. Uyalinglar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Hamma gapingizni qo'yib tashlang, Allohdan qo'rqinglar. Nekroz barakameraga borgani-ku. Barakameraga borgandan keyin boshlangan deyaptilar. Nekroz ikkinchi kuni bo'lgan, rasmi bor chislosi bilan. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan do'st. Lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Necha pachka chekilgan? Nima farqi bor? Sen kim o'tirgan qisib yosh bola qo'timdan chiqqan bu qimsani? Sen gapirma. Sen o'zing Sen olib keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman, Halimadan keyin qo'rqaman desa ham. Dahoya telefon qilib yubormang. Ma'qullar o'sha bob kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chizgosi bilan. Sen qo'shilma.